Greenford novoslari boqib ko'rganmisiz? 1 yoshga to'lmagan Greenford novoslari. Bular zoti toza, simental chatish novoslar ham bor. Siz qaysini boqib ko'rgansiz? Simental novos boqib ko'rganmisiz? Greenfordchi. Novos boqib, mol boqib, buzoq sigir boqib hech kim zarar ko'rmagan. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, albatta mana shu chorva yo'nalishini o'rganing, tajriba orttiring. Mol bozorlarga borib ko'ring, firmalarga borib ko'ring, hech qachon yutqazmaysiz o'rgangan narsangizda. Avvalgi zamonda ham, hozirgi zamonda ham, bundan keyin ham go'sht yo'nalishi hech qachon o'lmaydigan soha. Har doim go'shtga oluvchi xaridor bor. Mol sut qotiq qilsangiz ham unga ham xaridor bor. Shu yo'nalishda agar yosh bo'lsangiz o'rganib qo'ying. Bu hech qachon zarar ko'rmaysiz bu yo'nalishdan. Boshqa sohada kasbingiz bo'lsa ham bu yo'nalishda o'rganib qo'ying, sizga bir umrga foyda keltiradi. Parrandani, molni, echki qo'yni o'rganib hech kim zarar ko'rmagan. Ozgina ziyat pulingiz bo'lsa olasiz, boqasiz, foyda ko'rasiz. Agar shu yo'nalishdan ketaman, firma ochaman deysangiz ham hech qachon yutqizmaysiz. Sigirni sut yo'nalishida boqqanlar ham yutqizmagan. Novos go'sht yo'nalishida ham har doim daromad bor. Ozgina deganingiz ham bu anchagina daromad. Siz ham mol boqing, sigir boqing, foyda ko'ring. Agar siz mana bunday zotdor novos sigirlar boqsangiz, ikki tomonlama foyda qilasiz. Agar sut yo'nalishida bo'lsa ham yaxshigina sut beradi, go'sht yo'nalishida ham yaxshigina go'sht beradi bular. Vaqtdan yutasiz. Boshqa zotdagi mollarni boqsangiz yillar kerak bo'lsa, Greenfordlar esa 1 yoshga yetmay mana shunday katta mollar bo'lib yetishadi. Sigirlari ham juda tez foyda qoldiradi, novoslari ham go'shtga juda tez tayyor bo'ladi. Albatta bularda turar joyini, yem-yemishini o'z vaqtida berib tursangiz, hech qachon zarar ko'rmaysiz. Siz qaysi yo'nalishda mol boqasiz?